Bugun sizlar bilan ichaklarni tozalovchi super detoks tayyorlaymiz. Yillar davomida sizni surunkali qabziyat muammosi qiynab kelayotgan bo'lsa, aynan mana shu detoksga yordam beradi. Buni tayyorlash uchun bizga shpinat, yarimta bodring, bu katta yarimtasi yetadi. Yarimta olma va petrushka, limon kerak bo'ladi. Bo'ldi. Mana shu mahsulotlar orqali siz yillar davomida sizni qiynab kelayotgan qabziyat muammosidan xalos bo'lasiz. Bitta narsani aytib qo'yishni unutmang. Bu detoksni ertalab uyg'onishingiz bilan 250 gram suv ichasiz. Bu detoks tayyorlab iste'mol qilasiz, ichasiz. Keyin iloji bo'lsa qaynatilgan grechka yeysiz, boshqa hech narsa yemaysiz. Chunki ichaklarni tozalash uchun biza juda ham yengil narsa organizmimizga berishimiz kerak. Tushlikda esa tushlikdan oldin 500 gram suv ichasiz. Suyuq ovqat, ko'katga boy bo'lgan salat iste'mol qilasiz va kechki ujin o'rnida faqat mana shu detoksni ichasiz, boshqa hech narsa yemaysiz. Bir kun davomida kunlik suv normasida turshak suvni ichib yurasiz. Bilasiz, quritilgan o'rikni olasiz, qaynab turgan suvni solib dimlab qo'yasizda, kunlik suv normangizda turshak suvni ichasiz. Shunaqangi bir kunga qabziyat muammosidan xalos bo'lasiz. Unda tayyorlashni boshladik. Faqatgina yarimta bodring yetadi. Bu faqat sizni ertalab nonushtadan oldin ichadigan detoksingiz uchun porsiya hisoblanadi. Ko'kat ko'proq bo'lishi kerak, chunki ichaklarni yuvadigan shu aynan shpinat bilan petrushka bo'ladi, qizlar. Limon siqamiz. Endi blender qilamiz. Agar siz mana YouTubedan ko'rayotgan bo'lsangiz, pastda havola bor, bosib ro'yxatdan o'ting. Agar siz mana saytdan ko'rayotgan bo'lsangiz, shu yerda ro'yxatdan o'tish uchun tugma chiqadi, shu tugmani bosib ro'yxatdan o'ting. Blender ham qilib oldik. Go'zallikni qaranglar qizlar, ta'mi приятный bo'ladi. Nordon bo'ladi, lekin sizni qiynab kelgan o'sha kuchli qabziyat muammosidan xalos qilishga yordam beradi. Juda ham mazali nordon. Albatta sizlar ham tayyorlab iste'mol qilishni boshlaysizlar, chunki kun davomida nima, qanaqa ovqat yeyishlaringizni aytdim. Tushlikda uyingizda qanaqa suyuq ovqat bo'lsa yeysizlar. Kuchli qabziyat muammosidan xalos qiladigan, ham ozdiradigan bu detoks hisoblanadi. Buni 5 kun davomida ichasizlar. Kurs lecheni bo'ladi, qizlar. Aytgancha o'zimni tanishtirish esimdan chiqib qoldi. Men Guli Ochilovna 6 yillik tajribaga ega ekspertman. Ongli ozish bo'yicha mutaxassisman. 16 mingdan ortiq ayollarni ongli ravishda ozishga yordam berganman. Bilaman, sizga qabziyat muammosi, sizga semizlik muammosi sizni yillar davomida sizni qiynagan. Ozish uchun juda ham ko'p yo'llar bilan harakat qildingiz. Nimaga natijaga erishmadingiz? Gormonlaringiz joyida, dieta qildingiz, zallarga chiqdingiz. Ozish uchun juda ham ko'p harakatlar qildingiz. Endi buni sanab o'tsam, bu harakatlarni hammasini qilib ko'rganman, lekin natija olmaganman deyishni boshlaysiz. Bir vaqtlar 105 kilogramm bo'lib yurgan paytimda o'zim ham shunaqa harakat qilganman, lekin samarasiz ketgan. Bilasizmi? Ongli ravishda o'zimni 42 kilogramm ozdirganman va 16 mingdan ortiq insonlarni ozdirib kelyapman. Bizani boshqaradigan, bizani ong ostimiz. Voy, bo'ldi, dieta qilishdan charchadim, ozish menga kerak emas desangiz, ong ostingiz bo'ldi. Senga ozish kerak emas degan signalni tanangizda beradi. Harakat qilasiz, dieta qilasiz, sport bilan shug'ullanasiz, lekin natijaga erishmayapsiz. Chunki siz o'zingiz anglamagan holatda bo'ldi, charchadim, natija ko'rmayapman-ku deb anglamagan holatda ong ostingizda to'siq berib qo'ygansiz. Yana bu to'siqni qo'ygandan keyin voy, bo'ldi, ozishim kerak, nima qilsam ham ozishim kerak deb yana harakat qilgansiz. Lekin 4-5 kilogramm ozgansizda natijaga 100% erishmagansiz. Aynan men Guli Ochilovni ushbu natijani sizga shaxsan o'zim olib beraman. Xo'sh, siz 20 kilogramm ozmoqchimisiz yoki 10 kilogramm ozmoqchimisiz? Buni menga farqi yo'q. Ongingiz bilan ishlagan holatda sizni sog'lom ozishingizga yordam beraman. Buning uchun nima qilishim kerak degan savol tug'ilishi tabiiy. Men bilan hech qanaqa harakatlarsiz sog'lom ozishga tayyormisiz? Unda hoziroq menga bog'lanishni unutmang.
Agar siz mana YouTubedan ko'rayotgan bo'lsangiz, pastda havola bor, bosib ro'yxatdan o'ting. Agar siz mana saytdan ko'rayotgan bo'lsangiz, shu yerda ro'yxatdan o'tish uchun tugma chiqadi, shu tugmani bosib ro'yxatdan o'ting.